Assalomu alaykum aziz vatandoshlar va bog' ixlosmandlari. Bugun siz azizlarga tinimsiz mehnat va sabr mevasi bo'lgan mazkur Osiyob uzum nomimiz haqida batafsil ma'lumot berishni maqsad qildik. Bu uzumimiz 2025 yil 7-may kuni Osiyob uzumi ko'k usulda ulandi. Mana shu joyda. Bu uzum o'zining kuchli o'sishi va nishonasi bilan ajralib turadi. Mehnatkash uzum olarak shu yilning o'zida meva ko'rsatdi. Bir boshini qoldirdik. Bu yil esa 10 bosh uzum ko'rsatib, navdalarini pishirishini hisobga olib 5 boshini qoldirdik. Bu Osiyob uzumimiz aynı damda üçüncü hosilni ko'rsatgan. Hozir ikkinchi hosilni ko'rsatamiz. Yana bu ikkinchi hosili. Qarang. Demak, mehnatkash uzumki ikkinchi hosilni ko'rsatgan. Bu uzum yana tag'in bu bilan kifoyalanmasdan uchinchi hosilga ham intilayotir. Mana qarang, uzum naqadar o'zining go'zalligini namoyon qilayotir. Qarang, birinchi hosili, ikkinchi hosili, uchinchi hosili. Demak, bu jihatdan uzum o'zining ajoyibligini ko'rsatib turibdi. Qarang, birdan g'ovlab ketmaydi. Qarang, navdalari osilib yotmaydi. Bu bilan birinchi, ikkinchi, uchinchi hosilni ko'rsatishi shundan dalolat beradiki, u Dubrovskiy roza uzumiga qiyoslash mumkin. Dubrovskiy roza uzumi ham shu birinchi, ikkinchi, uchinchi hosilni to'xtamasdan tuyadi. Demak, bu uzumimiz bu jihatda o'zining qimmatligini, nodir uzumlardan ekanligini ko'rsatib turibdi. Qarang. Buni mutaxassislar qanday baho beradi? Qarang, mana uchinchi hosili. Demak, bog'bonlarning, bog' sohasi qiziqarlarining diqqat e'tiborini o'ziga tortadigan tomoni bu. Bu uzumimiz oziqlanish masalasiga keladigan bo'lsak, faqat organik o'g'itlar bilan kifoyalandi. Organik o'g'itlar. Mineral o'g'it ishlatmadik. Tajriba tariqasida bu yil shuni amalga oshirdik. Faqat organik o'g'it soldik. Mana shu holatdagi ko'rinishi bu. Shu holatdagi. Agar mineral o'g'itlar bilan solinganda bu uzum nomimiz mevalari va donalari bundan da yirik va boshqacharoq ko'rinishga, ko'rkam ko'rinishga kelishi albatta tayin etish shubhasiz edi. Endi tajribamiz va kuzatuvimiz shuni ko'rsatadiki, bu uzumimiz kulrang chirishga, saxta un shudring va haqiqiy un shudring kasaklarga o'zining o'ta chidamliligi bilan ajralib turdi bu. Qarang, kasallikka o'ta chidamlilik bilan, shuningdek hasharotlarga. Qarang. To'g'ri, bu uzumimiz kuchli fungitsidlar bilan ishlov berildi. Lekin shunga qaramasdan kasallikka bardoshli.
eng ahamiyatlisi erta pisharligi iyul oyining 1-10 kunligida shakar to'play oladi. Qarang, shakar to'planadi. Yana nimani aytishimiz mumkin? Yana nimalarni bilishimiz mumkin? Eng quvonarlisi buni bizning mahalliy yerimizga, suvimiz, iqlim sharoitlariga juda bir yaxshi moslashdi. Bu uzumning ustunlik talabini ko'rsatadi. Qarang, demak, Xorazm sharoiti, tuprog'i, suvi va iqlimiga demak moslashdi deb ishonch bilan ayta olamiz. Bu o'zining go'zalligi, ko'rkamligi, rivojlanishi shular. Endi bu uzumning bargi 5 burchakli. Hozir ko'rsatamiz. Mana 5 burchakli. Mana 3-qasrlandagi bargni ko'rsatamiz. 5 burchakli, uchlari tig'li, nayzasimon tig'li. Mana. Demak, bu degani yaprog'i demak oftobdan bevosita himoya qila oladi barglari. Endi yana nimalarni aytishimiz mumkin bu uzum haqida. Bu uzumning navining asosiy afzalliklari, ahamiyati birinchidan chiroyli ko'rinishga ega. Donalari yirik, shingillari va ko'rkam va bozorbob ko'rinishga ega. Keling, yaxshisi shu yerda bir donasini olaylik. Shurda yine aldık. Demek, hurmatli kuzatuvchilar, e'tibor bergan bo'lsangizlar, 3 ta tuxumi bor, 3 ta danagi bor. Qarang, mana go'zallik, rangiga qarang, go'zalligiga qarang. 3 ta demak tuxumli uzum. Mana endi bu yuqorida aytganimizdek, video kirish qismida aytganimizdek, demak erta pisharligi iyul oyining 10lariga дейін demak shakar to'play oladi. Oq nav uzumlar ichida. Endi demak bu o'z vaqtida pishib yetiladi. Mana bu buni qimmati tomoni. Endi hosildorli yuqori, yaxshi parvarish qilinsa, mol hosil berishi demak tabiiy. Endi bozorbobligi albatta mazasi, ko'rinishi va sifati sababli iste'molchilarning orasida demak talabkor sifatida o'rtaga chiqaveradi. Bu hammaga ma'qul. Bozorbobligi. Ajoyib ta'm xususiyati, o'ziga xos shirinligi, yoqimli ta'mga ega bo'lib, po'stlog'i qarsildoq. Endi yana nimalarni gapirish mumkin, qaysi jihatlarni to'xtalish mumkin? Ushbu uzum navining nomi masalasiga kelsak, shu o'rinda ta'kidlash joizki, Qrimlik Rustam aka, Azimboy aka, Anvar akalar bu borada murojaat qildik va boshqa nufuzli bog'bonlarga murojaat qildik. Hojiboyga ham, rahmat ularga, rahmat, tashakkurimizni bildiramiz. Qimmat vaqtlarini ayamasdan munosabatlarini bildirdilar. Maslahatlari uchun albatta chuqur minnatdorchiligimizni aytishimiz shart deb bilaman. Ayniqsa Muhammad Yusuf
Ahmet janoblarına chin yurakdan nima deydi, minnatdorchiligimni, samimiy rahmatlarimni aytib qolaman. Chunki u juda ko'p fidoyilik ko'rsatdilar. Bu uzumlarni targ'ib qildilar. Qodir akaga tashlab u bilan bir maslahat ish qildilar. Rahmat Qodir akaga ham. Men bu kishilarni oldida o'zimni qodir hisoblayman. Chunki kutmagan holatda bu uzum haqida juda ko'p harakatlar qildilar. Rahmat ularga, rahmat ularga. Minnatlarini albatta hisobga olishimiz kerak. Endi nima deyish mumkin? Hurmatli kuzatuvchilar, bog'bon bog'bondan o'rganadi. Bog'bon bog'bondan o'rganadi. Go'zal narsa shuki, mehnat tufayli bog'ingizda hamma narsa bo'lsa, bog'da nima bo'lishi kerak bo'lsa, hamma narsa bo'lsa, bog'ingizga ertalab albatta kirasiz, quvonasiz. Nima deydi? Shuning uchun eng go'zal hayot bu bog' bilan. Bog' yaratish ulkan ish, mehnat talab qiladigan ish. Shu sababdan hurmatli kuzatuvchilar, bizni kuzatishda davom qiling. Biz hamkorlik qilishga tayyormiz. Sizga qanday yordam kerak bo'lsa, Xorazm xirmoni guruhi xizmatdamiz. Qanday masala bo'lsa ham shu bog' qilish masalasida demak siz bilan hamkorlik qilish, yordamlarimizni albatta ko'rsatamiz. Bu xayrli ish. Bizni kuzatishda davom qiling. Biz sizlarga yetkazmoqchi bog'imizdagi yangiliklarni ko'rsatishni maqsad qildik. Shulardan iborat. Sog' omon bo'ling. Oilangiz baxtiga, yaqinlaringiz baxtiga, yaxshi kunlarda didor g'animat deb siz azizlar bilan yanagi ko'rishlarimizda nasib aylasin deb videomizga yakun yasaymiz. Demak, bog' bu demak mehnat mahsuli.